Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Ramazon oyi hammalaringga muborak bo'lsin. Jigarlar, xudo xolasa, qurilish qilmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz uchun shunaqangi yog'ochlarni chiqaramiz, xudo xolasa. Bugun video tayyorlaymiz. Mana strapila deymizmi, vassali deymizmi, reka deymizmi, ustunlik, to'sin hammasidan bor, xudo xolasa. Videoni oxirigacha ko'rib, iloji bo'lsa kanalga obuna bo'lib, bittadan laykni qizg'anmasdan bosib qo'yinglar, jigarlar. Narx arzon, xudo xolasa. 1-2 oydan keyin may oylarida, mart oylarida narxlar oshishni boshlaydi. Agar qurilish qilmoqchi bo'lsangiz, iloji bo'lsa, hozirgi oyda olib qo'yadigan bo'lsangiz, anchagina yutasiz. Pulingiz borligida olib qo'ysangiz, o'sha qurilish boshlayotgan mahallingizda sizga uncha nima qilmaydi. Xudo xolasa, narxini arzon qilib berishadi, jigarlar. Assortiment keng. 3 metrli, 3,5, 4 metr, 4,5 metr, 5 metr har xillardan bor. Ba'zi bir joyga borsangiz, ishingiz bitmay qoladi, har xil joylardan olasiz. Demak, videoni boshlaymiz. Xudo xolasa, aktiv bo'lib, kommentariyada fikrlarni qoldirasizlar, jigarlar. Manzil Marg'ilon shahar kombinat bozorida. Bu bolaning ismi Murodjon, o'zimning sinfdoshim. Bepulga oldiryapti videoda, maza qilyapti lekin. Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar? Tuzingmisizlar? Sog'liq yaxshimi? Aloqaga chiqarsizlar. Albatta. Endi bittadan obzor qilib bersak, bu tomondan boshlasak. Obzordan boshlaylik, do'stim. Nimadan? To'sindan boshlaylik. To'sindan boshlaymiz. Necha metrli bu? Uzuni 4 metrli. Uzuni 4 metrli to'sin. Qalini 7, bag'oni 713 brus deyiladi bu. 713 brus. Donalar 90 mingdan qilib beramiz, do'stim. Donaga 90 ming so'm. Endi bu qanaqa yog'och bu? Ko'kteva. Ko'kteva. Va'dadan kesib kelganmiz. Javob deylarimiz hammasi ko'kteva, Kaliforniyasi yo'q. Kaliforniyasi yo'q. Juda ham yaxshi. Endi bu-chi? Bular 4 metrli strapila o'rta. Chorqura strapilamiz 50 ming so'm. Nima degani u chorqurani? Ichida garbilar bo'lmaydi. Garbilar bo'lmaydi. Anaqa ko'zlari bo'lmaydi. Na, garbilar bor, отдельно qilib qo'yamiz, do'stim. Ha, отдельно olib qo'yilgan. Garbilar bor 40 ming so'm o'rta. Murlatlar ishlaveradi bu. Bu tomtagi, shipirtagi strapila отдельно qilib olib qo'yilgan. Nechta bu? 50 ming so'mdan qilamiz o'rta. 10 ming so'm farqi bor. 10 ming farqi bor, отдельно qilib qo'yamiz. Hali 30 ta olsa ham 3 million farqi bor. Yo'q, 300 ming. 300 ming farqi bor, ha? Demak, 300 mingdan qochmasdan yaxshisini olsalaring ham bo'laverar ekan. Mabodo agar qo'yxona, molxona bo'ladigan bo'lsa, mana shunday olsalaring bo'laveradi. Uy qurilishiga yaxshisini olaverasiz. 3 metrli strapilamiz, do'stim. 3 metrli strapila. Nech pul? Donalar 30 mingdan. Donalar 30 ming. Hozir o'ta Kaliforniya dedi. Bularimiz ichida Kaliforniyasi bor, avalash bo'ladi. Kalta narsalarimiz ichida iloji yo'q, avalash bo'ladi. Yo'q deganmaymiz. Ha, nech pul bu? 30 ming so'm. 30 ming so'm. Juda ham yaxshi. Endi rekalarimiz-chi? Rekamiz bor. Uzuni 3 metrli. Uzuni 3 metr. Ag'i 1,5 metrligacha bor. Ha. Narxlar 3,5 ming so'mdan. 3,5 ming so'mdan. Donasi metrmi? Metr o'rta. Metr. Endi buni ko'proq olganga arzonroq qilasiz. Buni uzuni bor, bu yerda 4,5 metrligi bor. Rekani 4,5 metrligi. Buni ko'zi yo'q, ha, buni? Yo'q, endi bu abrzolar yondan chiqqan, sal bor. Buni yo'q deyolmaymiz. Narxlar 4,5 ming so'm deyapmiz. 4,5 ming so'm. Kelishgan holda bo'ladi. Xo'p, tekkizichi? Mana bu yerga отдельно qilib vodiyda boshidan 3gacha tekkiz bo'ladigan bo'lsa-chi? Javob deyalamiz ekanmiz, vodiyda yangilik. Yangilik. 6 talik qilib aytayotganmiz, do'stim. 6 talik. Sasnaga o'xshasin deb. Ha. 6 talik. Garbili yo'q. Yarim qarsam chiqmaydi. Nech pul bu? Bu 5,5 ming so'm qo'yamiz o'rta. 5,5 ming. 5,5 ming so'mdan bo'ladi. Juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Xo'p. Ishlab chiqqan xavirlarimiz bor. Tom yopishdan oldingi mamlaqanga nima edi oti? Vassa deyiladi. Vassali deyiladi. Nech pul bular vassali? Kvadratga hisoblanadimi? Kvadratda 14 ming so'mdan, do'stim. Kvadratda 14 ming so'm. Donalar 16 dan 17 ta qo'yilgan. Donasi 16 da, 17 ta qo'yiladi. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ta. 16 ta qo'yiladi. 14 ming so'mdan. Xo'p, bularning uchovi qatorlab shunaqami? Shu ikkala pastga 14 ming so'mli. 14 ming so'm. Bu yonda 11,5 ming so'mli o'rta. Bu ham donalar 16 tadan qo'yilgan. Hali 12 ta, 13 talik bas. Ha. 16 ta, 17 ta. Juda ham yaxshi. Endi bundoq keling, bir boshidan kelamiz odamlar adashmasligi uchun. Xo'p, endi mana shu to'sindan boshlaylik. Shundan boshlaylik, do'stim. Bu to'sin necha metr? 5 metrli o'rta. 5 metrli to'sin. Xo'p, nech puldan qilib beryapsiz buni? 160 mingdan qilib beraman o'rta. 160 mingdan. 20 ta 30 ta olgan odamga sal arzonroq qilasizmi buni? Kelishirsa, telefon qilsa, kelishgan holda qilib beramiz. Xo'p, atrofdan narxingiz arzon deb o'ylaysizmi, qimmat deb o'ylaysizmi? Endi muyumga bog'liq o'rta, hamma joyda narx-navo bir xil bo'ladi. Faqat muyumda katta kichiklikda farqi bor. Katta kichiklikda farqi bor, Juda ham yaxshi. Bu masalan, menda arzon va kelishsa muyumni ko'rsatadi, ustida gaplashaveramiz. Katta kichik. O'zi men orqali kelganda sotyapsizmi? Ha, o'rta
ikkita uchta epladi. Ha, bo'lmas, qarz olib Shu- ketibsiz bo'lmasa. Biror oy bo'lgan bo'lsa internet sohasiga kirganmiz ya, effekti bo'ldi. O'shaning hisobiga internetlar hali chiqaryapmiz. Xizolat bo'lmasdan, oldin xizolat bo'lardi. Ana ular u chiqarish kerak ekan. Chiqarish kerak-da. Odamlar misol uchun mana musofirda Rossiyada ag'dan bag'dan ko'rib olib qo'yaveradi Ha, yoki Rossiyadan telefon qilishdi, Andijonlik akalarimiz telefon qilib, shu narsa vassa berdi, 15 million savdo qildik. ha, O'shalar chiqarib yubordi, siz orqali qo'yiladi. albatta, albatta. Xo'p, bunisi-chi, necha metrli Bu bu? 4 metrli o'rta. 4 metrli. Narxlar 120 ming so'm. Narxi 120 ming so'm. Xo'p, keyingisi. Bu ham 5 metrli quruq 90 o'rta. 5 metrli quruq 90. Necha pul chiqyapti bu? Bu ham 160 ming chiqyapti o'rta. 160 ming so'm chiqyapti. Juda ham yaxshi. Bu kattalari nima endi bu? Bu sasni ishlab chiqqan yog'och bo'ladi. Sasna ishlab chiqqan Uzuni yog'och. 640. 640. Narxlari 100 ming so'mdan metri. 100 Bu- ming so'mdan metr. 18ligimiz bu. Ha. Uzuni 580, narxi 800 ming so'mdan. 800 Listivay. Bu uzuni dona 800 mingmi? Dona 800 ming. Dona 800 18 ming. 18. Qimmat emasmi? Yo shunaqa hisob bo'ladimi o'zi? Endi bu noyob narsa qimmat bo'lishi mumkin. Yangida yo'q buni evazi. Yangida bular Biz endi assortimentga olib kelib qo'ydik. Assortiment. Ko'proq narsa olishsa bu ham kelishgan holda bo'ladi. Albatta, kelishilgan holatda. Hop, juda ham yaxshi. Endi yana nimangiz bor? Shoqirov akam orqasi o'rta 5,5 ming so'mdimi? Ha. Orqasi hamma shunaqa narsa bo'ladi. Juda ham yaxshi. Endi orzular to'sinlaringiz ham bormi? Ha, bor o'rta. Necha pul orzular to'sinlaringiz endi? Tezroq ko'rsating. Qani yugurib chaqqon-chaqqon. Qaysi? 4 metrli to'sinlar bor do'stim. 4 metrli to'sin. Necha pul chiqyapti bular? 80 mingdan chiqyapti o'rta. Qani? Mana 4 metrli to'sin. Ha, bu tomondan. bular 80 ming so'mdan hammasi. 80 ming so'mdan to'sinlar. Bu necha metrli uylarga? 3,5 360 joylarga xizmat qiladi. Nechidan minish kerak? Hozir tashlagan murlatimiz 12 uy bo'ladi. Ha. Va 15 va 20 santimetrdan ilashsa bo'ladi o'rta. 3,5 metr uylarga 4 metrli tashlasa to'rt bo'lar tashlasa ekan. bo'ladi. 25 minar ekan. Endi masalan bu ikkinchi etaj qilaman degan odamlarga отдельно qilib palbog'ini terib qo'yganmiz o'rta. Ikki Buni- tashkali uyga Ha, deganda. ichigacha bir xilda. Necha metr? 5 metrli. Ichigacha hammasi bir xilda. Hammasi bir xilda. Palbor qilingan. Palbog' qilingan. Terilgan, tanlab. Terilgan. Necha puldan Qadar- qilib berdingiz buni? Bozorlarimiz yurib qoladi. Bundan to'sinlar topolmay qolasizlar obunachilar. Hali vas to'sin olaman degan bo'lsalar, kelib shuna baquvvat to'sinlarni olinglar. Necha puldan qilib Narxlarni berasiz? 200 mingdan qilib beramiz. 200 ming so'mdan 5 metr, 6 metrmi? 5 metr. 5 metrli do'stim. 5 metrli, Ha. xo'p. Endi shunga yarasha vassaman bor o'rta. Bu ham yangilik o'rta. Hammasi uzun. o'sha katta. Ha, ichida uloqlari yo'q. Ha, Kapalag'i bu. Ko'pchilik kechanda o'zim video qilib qo'ydimda YouTube'ga qo'ysam, buni ichi o'q bo'ladi, tepasiga bir qator yaxshisini qo'yib qo'ysa xolos deyishyapti. Yuklayotganda ko'rib olishaveradi. Bu navbat javob deyapmiz, hammasi uzun. Ichida Ha. ulog'i yo'q. Ulag'i yo'q bular. Juda ham yaxshi. Yana nima bor? Endi bu 4,5 metr to'sinim bor o'rta, Nechi quruq pul to'sin, chiqyapti? 115 ming so'm. 115 ming so'm, 4,5 metr. Ha, 3 ga 9lik poytaxtdan bor, uzuni 5,5 metrlik. Ha. Metri 10 ming so'm deyapmiz, kelishilgan holda bo'ladi. Kelishilgan holatda bo'ladi. Xo'p, endi bu tomonda-chi? Bu tomonda vassalar bor o'rta. Yana vassa bor, ha? Vassalar 15 ming so'mdan 15 ming so'm kvadrat metri. kvadrat. Nechta bo'ladi donasi? 9 ta 10 ta bo'ladi do'stim. 9 ta 10 ta. Xo'p, bu 4,5 tomonda metrli to'sinlarchi? mana. 4,5 metrli to'sinlar. Bular 120 ming so'mdan qilib beramiz o'rta. 4 metrli uylarga 120 ming so'mdan 4,5 metrli to'sinlar. Ma'nolar nima ma'nolar? Ular stoykalar o'rta. Stoykalar. Shipr tay, tom tayi ketayotgan narsalar. Ha, Stoyka, bu bellancha. endi Vremenniy uylarga ketadi, to'g'rimi misol Va uchun? ham katta uylar ham ketadi. Katta uylarga ham ketadi. Bu tomiz, stabiliz, aqabaqa ketib qolmasinga ishlaydigan narsalar, Ishlaydigan kashsha. narsa. Nechi pul bu? Bu metr 10 ming so'mdan o'rta. Metr 10 ming so'mdan. 4 metr bo'lsa 40 ming so'm. Buni maydavoq bo'ladi, donasi 15 ming so'm bo'ladi. Endi bular bu yerda hozir 20 mingligi ham bor o'rta. Ha. 25 mingligi ham bor, 15 mingligi ham bor. 15 Kelishsa, ming. kelishgan Har bo'ladi. xil, har Eng xil. qimmati 25 mingligacha bor. Xo'p, teray odamlarda teray bo'lsa kesib ham olaverasizmi? Olamiz o'rta. Shu vodiyda bo'lsa? Vodiyda bo'lsa olamiz. Vodiyda bo'lsa olaverasiz. Hozir endi bozorlarimiz past, hozir oyamiz yuklar olib qo'yilgan, o'shalarni sal bo'shatyapmiz. Nima qilib o'zingiz kesib olib Ha, kelasiz? kesib olib kelamiz. Ko'proq Qo'qondan kesamiz. Nimalarchi? Vassalilar nechi puldan mana ular? Bular 15 ming so'mdan o'rta kvadrat. 15 ming. Vassalilar nechi puldan nechi pulgacha? 11 ming so'mdan 20 minggacha bor. Endi Ha. 20 minglar hammasi uzun bo'ladi, ag'i 15 minggacha bor. Xo'p, dastavkalarimiz qayergacha? Namangan, Farg'ona, Andijongacha dastavka. Vodiy bo'ylab. Qoragamdan da duolarni qo'yaylikmi? Qaragamda, ha? Qoragamda duo qiling endi. Murodjon joyiga o'tinga keldimmi? Ha. Birodarlar, adashmadilaringiz. En arzon va yoqmasa qaytib bersiz, onadan qaytib oladigan joy va eng sifatli go'zal, qurtishmagan toza narsalarni qilib beriladi. Xudo xolasa, dastavkalari bor-a? Bor. Vodiy bo'yicha dastavka bor. Vodiy bo'yicha dastavkalarimiz bor. Xudo xolasa. Alhamdulillah, va salatu vassalamu ala rasulillah. Allohumma robbana atina fid dunya hasana
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبر وصلى الله تعالى وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allohu akbar. Aytganingiz qol aka, rahmat. To'yga to'y nasib bo'ldi. Bo'ladi. Vallahi. Ha.